Mana xonadonlar ikki bo'ldi katta ustoz xonadon. Boya bundan oldingi videoda aytgandik. Biz baliq, osh deyotgandik, bekorga emas ekan. Oshni shu yerda qilar ekanmiz endi. Haqiqati qo'yishib ketdi, uyushib ketdi. Nasamasdan nima deydi? To'g'ri emasmi bu? Hikmat bo'lmaydi. Hikmat bo'lmaydi. Hikmat bo'lmaydi. Sababi biz o'sha baliq haqiqatan uyushuvdik. Bundoq qilsangiz mana quyosh tushyapti. Obunachilik chiroyli ko'rinaydi deymizda. Yashang, yashang. Ha, shuning uchun narsadan olib kelganmiz. Hamma narsa tayyor. O'zi ham cho'tkalangan holatda. Guruchlarni ham, oshlarni ham Mana tayyor bo'ldi. tayyor. Musoxon akaning qo'llarida bugun bo'ladi. Osh. Mana ham tayyor qilib qo'yibsiz, chiroyli qilib. Ya muzudida. Ha, yasang. Bo'pti. Yashang. Yebilapti. Mo'ysam. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hurmatli kecha va bugun kanalimning ashaddiy obunachilar. Bugun xudo xolasa bunaqa ketyapti. Bundan oldingi videoda ko'rgan bo'lsanglar, hozir endi uyushib ketib, mana bugun Amerika ustozi o'ylarda to'y, xudo xolasa. Ha. Yengilgina to'y deb. Keyingi shogirdlari kelyapti. Mana Kazan degan joydan qancha masofadan bir 3000 kilometr joydan masofa bosib kelyapti. Verida keldi, veridalar hattoki pervalga chiqolmasdan buzilib qoldi, bilgan bo'lsanglar, nimasi yorilib ketdi. Nimasi edi? Charxmidi? Ha, charx, orqa charx chiqib ketdi. Endi bunaqa uzoq yo'llagan yaramayapti. Endi 3000 o'shanda. Malades. Boturjon. Rossiyadan keldimi? Ha, Rossiya Qazondan. Bundan oldingi to'ylarga videolarni ko'rgan bo'lsangiz, kechagina biz o'zbek to'ylarini ham ko'rsatganmiz. Buni albatta отдельно kichkinagina shorts yo'nalishda qo'yganmiz. Mana qozonimiz. Qozon. Hozir tayyor qilib bo'ldik, xudo xolasa. Endi bu yerdan buni topish ham o'ta qiyin bo'ldi. Nima degani bu yerda hamma uyda o'sha Tayyorlab qo'ygan. tayyor o'choq qilib qo'yarkan, mana temir o'choq topish o'ta qiynaldi. Ko'chmasa, Ha. Chunki tasodifan keldik-ku. Yo'q, tasodifan. Endi bizniki bor bu yerga jamoa katta ustoz mana Nobergallar. o'tgan safar qilingan. Mana qumg'onimiz bor, mana yangi choynak, yangi Oshni choy qaynatamiz. Bunda oshlarni qilganman. Bunda endi 2 kilo osh zo'r bo'ladi. Endi anunda 5-4 kilo qilsa bo'ladi. O'shanga buni topishtirdik. Inshaalloh. Uyushib ketganda qarang-chi, voy. Gap xolis bo'lsa, hamma narsa bo'ladi. Qo'llab tursanglar bo'ldi. Avvalambor hammanglarga assalomu alaykum. Bugun kuningiz yaxshi o'tyaptimi? Sog' salomat yuribsizlarmi? Allohga beadad shukr. Meni ham sog'lig'im ancha emas, 100% yaxshi desam bo'ladi. Ko'z tegmasin. Qanchalik darajada yaxshi degan sarim Alloh taolo menga shunchalik energiya beradi. Shuning uchun gazini bosamiz bundan buyog'iga inshaalloh harakat qilyapmiz. Shu proyekt masalasi bo'yicha ham, boshqa masalasi bo'yicha ham shu bir ish boshlanib qolsa, o'zi davomiylik, ya'ni videolar bo'ladi. Qo'yasam yoqib o'ting, ha. O'zi sразу bilamiz, kamerachini quyoshga o'tishlar bilan, chunki biz chiroyli ko'rinmay qolamiz. Nimaga olib keldim? Ha? Aynadan o'ralgan istarishda. Yo'q, mana endi bu qumg'onga. Ha, qumg'onga. Ha, o'zi shunda aynan dolishda o'choq qilib qo'ysam bo'lar ekan. Mana shuni ko'taraman uni. Nima? Uni olib tursang, dasmon sovuramizda. Ha. Ana qo'limiz bor. Pastga qo'yib turaveradi, shef. Ha, hozir olamiz. Tanishtiramiz. O'zi ham xudo xolasa, shefim, bugun shu chotki osh bo'ladi degan umiddamiz. Albatta siz duolaringiz bilan bo'ladi. Sharmanlar qilmasin. Go'zal bo'lsin. Shu, Endi hayot go'zal deydi, osh ham go'zal bo'ladi. inshaalloh. Inson yaxshiligiga nima qutqaradi deydi, go'zallik qutqaradi deyshadi. Nima qilaylik? Xo'p, bu yerda mana hattoki sabzilar ham tayyor. Sariq sabzi, Kechadan boshlagan zakat. qizil sabzi. Hammasi bor. Xo'p. Bak oling. İngilizce'mi? Senga loya qanday o'shaning uchun mana Doymaz, muz u. Ana salonim o'zi Bunda biz kerak emasmizmi? Ye, bitta kichiga, o'takam kichiga. Ha?
Oq suv ichasizmi, qora suv ichasizmi? Pepsi, Fanta. Yo, olib kelib qo'yib qo'yaylik deyman-da. Hop. Yo, tepalicha qo'yib qo'yaymi, yo cho'g'inda ichib ichasizmi? Ya siz ham To'g'ri. Ha? To'g'rida kayfiyat zo'r bo'lsa, oshab Mana shu gap zo'r bo'ladi. O'shuning uchun men Shuni ham Mahmudjonga aytdim men. Настроение buzmang. Zo'r bo'ladi xudo xohlasa. Настроение chutki bo'lsa, taomlar chutki chiqadi. Uyga keladigan odamlarni javob Mahmudjon ish qilib, Yo'q, yo'q, yo'q. o'zim olib kelaman deb hamma kayfiyat buzib yubormaydi-da. Xo'p bo'pti. Hop. Qo'lingan narsalar nima ketadi endi bu yerda? Hozir tanishtiramiz-da, jim tutsangiz. Mana. Bu Xorazm. Zakasni. Ha, Xorazm lazer bu. Bismillah. Bular hammasi space tayyorlangan va space bo'lgan. Guruch ham ikkiga bo'lgan bo'lsangiz, saragina ikki xudo xohlasa. Bu Xorazm guruchni 1 kilosida nechta guruch dona bo'ladi? 1 kilosidami? 5339 ta bo'ladi. Hozir mijg'layinda, bitta qo'yib to'ldirib oling-da. Ana shunda пример nechta bor deysiz, o'ylaysiz? Siqimizda. Endi hammasi siqim har xil-ku. Endi bilmadim. 5 ta. 4tadan oshiqroq chiqadi bu. Siqimdami? Ha. Anu işte chiqadi. 600 dan shu chiqadi-da nargu o'zbek guruch. Bir siqimda. Ha. Bu uzunlik hisobiga. Ha, bu uzunlik narsalarga hisobiga. Bugun bemalol yuring, san'atmay qo'ya qoling. Bugun ben damaganki. Men miyamni deyapman. Miya o'zi aylanishni boshladi. Ha. Xullasi gurunchimiz Zo'r osh qilishga nima ketadi? metr ketadi. Asosan To'g'rimi ustoz? Men hamma narsa zo'r bo'lgani bilan mehr bo'lmasa oshga o'xshamaydi. Endi bitta gapda ko'chada zo'r shashlar yeb yegani bilan haligi dalani makaronini bor deysiz, boshqada. Ko'pchilik-ku, dalada ko'pchilik misol uchun paxtakorlar paxta degan chiqadi. Oddiy go'sht, makaron, so'zi, piyoz bo'ladi, lekin zo'r bo'ladi-da. To'g'ri. O'sha yoshligimizda men dala makaronni yaxshi ko'rardim-da. Dala makaron yeyman. Shuni ko'p aytar ekanman. Endi u paytda boshqacharoq bo'lardi. Boshqaroq bo'ladi. Keyin dalalarga oldim. Anaqalar bo'lardi. Benzovozda borib, benzovoz yeyman. Benzovozga o'xshagani sut toshirdi, ha, bilasizmi? Shirin guruch olib borardi, bilasizmi siz, ha? Bilaman. Biz o shaharda o'rganmiz, paxtaga borardik. Shirin guruch keldi, ovqat keldi derdik-da. Ha. o'sha makaronlar yo'qolib ketdi, ustoz. Uzun. Dala makaron. Bormi? Bor, nima yo'q? Любой joyda bor. Bak makaronni ham zo'r qiladi, ustoz. Makaron. Og'izda qolib ketadi u bahsada. Shuncha nasıl oldu? Hamma narsa bor. Endi tushuntirib o'tadilar o'zi mana. Nima ketadi, qanaqa narsa ketadi, boshqa. Birinchi Bu o'rinda. haqiqiy Namangan oshi bo'ladimi? Ha, endi Namanganda shunaqa qilaman. Namangan Yo, yana stilda. kamchilik bormi? Yo'q, shu. Ha? Yo, yana qo'shimcha bordi, kimlardir? Qo'shsa, ha, ot yo'q qo'shsa bo'ladi. Qo'shganmi? Qimmatligingizga bog'liq. Qaysi qo'shasiz misol. Qaysi qo'shiladi. Ya, endi u ustiga vitrinaga qo'shasiz-da endi. Endi bu yoq Umi yo'q, ot yo'g'ini qo'shsa bo'ladi, yaxshi ta'm beradi, lekin davleniyasi bor odamga mana qirin tartib qo'zg'ab qo'yadi deyishadi otni narsasi. Shunga ot yo'q qo'shmaymiz, mana sariq yog' olganmiz o'rniga. Sariq yog'dan mana bu dumba, qo'chqor. Buni jizza qilamiz. Jizza qilib bunga omoqda qilamiz. Buni suyiga tashlaymiz, mayda-mayda qilib qo'ygan. Mana bunisi nima ekan? Zira. Endi ochsaylar, nima deydi? Yo'q, Zira ekan. Ha? Zira. Mana shu hozir degan narsani ko'radigan. Bu qora murch. Qora murch. Bunisi endi zirh. Zirh. Hop, mana ko'p bizda kishmish deydi, ba'zi joyda mayiz derkan, kimlardir nimadir derkan. Mayiz. Xullas kishmish. Buni suvga yutib qo'yiladi-yu yo? Yo'q, hozir chayqab, yo'q, buni damlashdan oldin tashlanadi. Buni u ertaroq tashlab qo'ysa, palla bo'lib Yumshoq bo'ladi-da. Yumshoq ketadi. Undan shu damlashdan oldin Ichimizda osh qilishni bilmaydigan insonlar ham bor. Kuzatib boruvchilar oshga nima kerakligini senga ko'rsatib boryapti. Osh qilish jarayonida mana shu kanalda xudo xolasa ko'rsatib boringlar xudo xolasa.
qancha guruchga, qancha sabzi, nima solyapsiz? Hammasini yortib oling. Hali g'oyibona shogirdlar chiqib qoladi dedi-da. O'zlarining videosini o'rganib, ko'rib, o'rganib, osh qilyapman mana deb, balkim rahmat aytib qolar. Bu ham Mana yana bitta sir. Mana bu tuz. Bu gurunch. Suga tashlaysiz. O. O'tasiz. Ana shu holatda o'tib qo'ysanglar, yana ham zo'r bo'ladi. Nimasiga foydasi shuni aytib o'ting. Foydasi buni Ta'miga? Yo'q, ta'mda emas, ta'mga qizig'i yo'q. Go'sht ketib ketadi. Gurunch yopishib bo'lmaydi. Sayra uribdi deydi-ku, o'ynab, ashuna bo'ladi. Yekangiz ham отдельно kirib ketaverar ekan. Shundagancha. Bir-biriga o'xshamasa kirib ketaveramiz. Ana shunaqa. Bo'lmasa boshladik biz qozonni yutqazib olamiz, jarayonda olib turasiz Mahmud. To'xtang, ayting bu yerda. Necha kilo hozir? Bu yerda hozir O'shanisini aytib o'taylik. hop 4 kilo bor. Yo 3 kilo oldik. 3 kilo oldi, 4 kilo o'tgan ko'payga 3 kilo gurunch oldik. 2 kilo, 2,5 kilocha go'sht. 2,5 kilo go'sht. 650 gram dumba yog'i. 650 Buni o'sha ozroqini eritamiz, qolganini suvga solamiz. Sariq yo'q. No'xat. No'xatni qancha tortib berdim, uyda o'tib qo'ydim. Voy, Ko'p ketdi. Bu ozginasini solinadi, buni. Ha, sabzi. Sariq sabzini, misol 3 kilo gurunch uchun Ha. to'g'ralmagan holatda bozorda 2 kilo bundan sariq olasiz, 1,5 kilo qizil sabzi olasiz. O'shanda 1,5 kilo to'g'ralganda narsa ichida 3 kilo sabzi qoladi. 3 kilo gurunchga 3 kilo sabzi. Xullas, bu yerda 3 kilo osh tayyor bo'lyapti. Ha, xudo xohlasa 3 kilo gurunchda osh tayyor bo'ladi. Bu kiloga hisoblaganda 7 kilo bo'lib ketadi. O. Endi 3 kilo oshga deydi. Ha, 6 kilo 7 kiloga qarab aylanib ketadi. Men buni nima uchun so'radim? Bundan keyingi videoda уже to'liq bo'ladi. To'liq atido noldan qanday pishishi, qanday nima bo'lishi, qanday tayyor bo'lishi, qanday sakrab chiqishi, qanday oxunib aytganlarda shuni kirib ketishi. Yo'q, birinchi nima solinadi, ikkinchi nima solinadi, uchinchi nima solinadi, qaysi paytda uyitiladi, suvda qancha uyitilib turiladi, hammasini xudo xolasa bundan keyin videolarda ko'rib Yana qo'yasiz. zo'r sirlari bor orasida Aytib o'tadi. To'liq aytamiz ha. Oldasi yo'q ha. aytamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha obuna bo'ling. Sog' bo'linglar.